ishqi pishqan tadbirlik bo'lur. Hey, Oşuk, topni xili obdan o'ynaydi ekansan, ha? Albatta, mening mahoratimni tek ko'rmading-da. Esto, men nemish qilsandek yaxshi o'ynayolmaydigandiman. Men degandim-ku, top o'ynashdimi, kalla ishlatish kerak deb. Meni yana dötdimekchimisan? Choq-choq qilib qo'ydim. Mening mashq qilayotganimga uzun bo'ldi. Shunga yaxshi o'ynayman-da. Ishqi pishqan tadbirlik bo'ladi emasmi? Odamni qandoq pishirg'ili bo'ladi? Buni tuxum pishirgandek pishirish deb o'ylab qopsan-da. Ishqi pishqan tadbirlik bo'ladi deganning ma'nosi tajribasi ko'paygan sari ishning yo'lini biladigan bo'ladi deganlik. Shimoliy Song sulolasi davrida Chen Yaozi ismli bir odam o'tgan bo'lib, u o'qiya etishga baxtli mahir ekan. O'qiya etishda bu dunyoda menga hech kim raqib bo'lolmaydi. Meningcha buning hayron qolguchiligi yo'q. Meni ko'zga ilmayotgan qaysi qapirak-ku? Mana men. Sen qayerning meni ko'zga ilmaslikqa nima etdi? Sen o'qiya aytishni bilamsan? Menma buni albatta bilmayman. Shundoq turib, nima deb mahoratimga qoyil bo'lmaysan? Dundan kichishib qopti-da senam. Yigit, adablikrak bo'lsan qandoq? Ustozing seni qandoq tarbiyalagan? Cho'g'larni hurmatlash, kichiklarni izzatlash deganni bilmamsan? O, qeri, menga tehi tanbih beryapsan. Hey, oldirmay tur. Mahoratingga hayron qolmasligimning sababini bilamsan yo'q? Qani ayta. Mahoratingga hayron qolmasligimning sababi shuki, sen ko'p mashq qilib o'qiya etishda pishib yetibsan. Qiziq gapda bu. Ey qeri, endi sening qandoq mahorating bor? Men bir ko'rib baqay. Ma'qul, to'xtab tur. Qara, bu nima? Yamoqkan qo'shu. Buning hayron qolgudek nimasi bor? Mahoratimni hozirlik ko'rsatib qo'yaman. Ko'zingni yo'g'on echib, obdan qara. Mo'jiza hozirning o'zida yuz berdi. Voy onamay, uni o'ndiri ajab qoldiskina. Yog'ni yamoqning to'shigidan o'tkazib, bir timimni ehtiyot etmay, hammasini qo'yibdi-ku. Ko'rdingmi? Mening bu mahoratim sening o'qiya etishingga o'xshaydi. Bu faqat ko'p mashq qilganligimizdan bo'lgan. Tushungansan? Ishqi pishqan tadbirlik bo'lur degan iboraning ma'nosi ko'p mashq qilib, tajriba to'plagandila ishning yo'lini bilgili bo'ladi deganlikdir. Masalan, biror mahoratni o'rganish uchun jafoliq mashq qilgandila, ondan shu mahoratni pishiq bilgili bo'ladi.